Assalomualaikum hurmatli tadbirkorlar. Bunga o'z asosini asosdan agentlar tomonidan turli turlar bo'yicha sizlarga imkon qadar to'g'riroq tushuncha berishimizni taklif qilyapsizlar. Agentlar tomonidan prezidentimiz 312-qarori bo'yicha ajratilgan kreditimiz mavjud bo'lib, bu 100 milliongacha garov beriladi. 100 milliondan yuqori olmoqchi bo'lgan tadbirkorlar 300 milliongacha garov evaziga beriladi. Tadbirkorlik faoliyati 1 yil davomida bo'lishi kerak. Bu MCJ bo'ladimi yoki tadbirkor bo'ladimi, u ahamiyatli emas. Ahamiyatlisi tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan bo'lishlari kerak. Bu foizi 20% tashkil qiladi. Bundan tashqari mahalla yo'nalishi bo'yicha ajratilgan kreditlarimiz mavjud. 50 million so'mgacha mahalla loyihasi degan kredit turimiz bo'lib, bu jismoniy shaxslarga o'zini band qilish hisobiga beriladi. Buni kredit foiz stavkasi 25% hisoblanib, 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davrga ega hisoblanadi. Bundan tashqari 17 millionlik kreditimiz mavjud. 17 millionlik kreditimiz 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan 25% ustma to'lash bilan ajratib beriladi. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa, Aborot bo'lishi kerak ekan-da. Aborot bo'lishi kerak. Qulaylanma. Qancha davr aborot bo'lsa? Qancha yil mobaynida yoki qancha davr? Yo'q, mobayni 1 yil ekan. 1 yilda. Summasi qancha qancha? Summasi keltirilgan. Summasi keltirilgan. Yaka tartib Yili masalan bizniki yatada. Uni qanaqa bo'ladi? Bizda aborot yo'q. Agar tadbirkorlik faoliyatida aborot bo'lmaydigan bo'lsa, soliqdan ma'lumot olib chiqib beriladi. Soliq to'lovlari har oy amalga oshirilyapti degan ma'lumotnoma beradi. Shu ma'lumotnomaga asoslangan holatda ajratiladi. 6 oyda ayrim holatlarda 5 million aborot bo'lgan bo'lsa-chi? Ajablanib, yana takror bo'lsa qaytaraman. Agar mabodo tadbirkorlik faoliyatida aborot bo'lmayotgan bo'lsa, soliqdan soliq ma'lumotlari, ya'ni har oy soliq ma'lumotlari to'lanadi degan ma'lumotnoma taqdim qilinsa, shu orqali ajratib berishimiz mumkin.